Bo'pti, onasi, yaxshi o'tiringlar. Xo'p, yaxshi aytib oling azizam. Ayollarga qaramang demayman. Bilaman, shunda ham qaramaysiz. Bo'pti. Men ketdim. Yaxshi o'tiringlar. Xo'p, yaxshi aytib oling. Xo'p, rahmat. Bugun nima dastavkalar bor? 4 ta dastavkamiz bor. Bambuk, PVH, barxitlar bor, hamda abulani 4 ta lokasiyaga yetkazib berishimiz kerak. Ha, bo'ldi, mashinaga olib tursam, haliroq borib kelaman. Bo'ldi, xolos. Hozir. Alo. Anunda aytdimu, bitta do'kon aksiya e'lon qilishgan ekan deb. O'shani bugun oxirgi kun ekan-da. Shuna borib kelsam maylimi? Men senga doim ruxsat berganman-ku. So'rab o'tirman mendan ishingni bilib, bitirib qaytib kelavergan deganman. Sizdan ruxsat so'ramay chiqishim noto'g'ri-da, o'shanga so'rab o'tdim. Baraka top onasi. Rahmat adasi, yo'q demaganingiz uchun. Bo'pti, yaxshi o'tir. Mashinada bo'lib turaman, xo'p? Bo'ldi, chiqib turaman, hozir chiqib orqangdan. Xo'p. Qarab aytsang, dastavkaga boshqa bolalarni jo'natib yuborardimmi? Ayolingni aytgan joyga olib kelyapsan-da. Ya, ish ko'p o'rtoq. Ish ko'p, endi babamoyni Rashid degan narsa bor. Yer dumaloq. Nima qilsang, o'zingga qaytishini juda ham yaxshi bilaman. Birovi ahli ayoliga umuman qaramayman. Bosayotgan qadamimni halol qilishga harakat qilaman. Nima uchun? Chunki har bitta bosgan qadamim meni ayolimdan, meni bolalarimdan, meni yaqinlarimdan qaytishni yaxshi bilaman. Shuning uchun men biroviga hech qachon qaramayman. Erkaklarning orasiga qo'yib qo'ymayman. Boradigan joyi ayollar boradigan joy. Yoshi kattalar bekorga ketmaganda o'zi. Sen agar birovni nonini tishlashga harakat qilmasang, seni ham noningdan hech kim tishlashga harakat qilmaydi. Tushunarli. Assalomu alaykum. Intero do'konidan siz buyurtma qilgan narsalarni olib keluvdik. Ha, bo'ldi. Shunda zalga olib kirib bera olasizmi? Uyda erkak kishi bormi? Yo'q, xo'jayinim kechga keladilar. Mana shu narsalarni menga qo'yib bersam maylimi? Endi erkagi yo'q bo'lgan xonadonga kirmaydiganimda. Ha, bo'ldi, bo'ladi. Mashqa qo'ya qoling endi. Do'koningizda yana barxitning samaklika ham bormidi? Bizda 100 xildan oshiq samaklika mahsulotlarimiz hamda uyingizni ichki interior qismi uchun barcha kerakli mahsulotlarni bizning do'konda topsanglar bo'ladi. Biz ishlab chiqaruvchi bo'lganimiz uchun ko'p mahsulotlarimiz narxlari arzon hamda Toshkent shahar viloyati bo'yicha dastavkamiz mutlaqo bepul. Bo'lmasa kechga xo'jayinim oldiraga bir o'tadilar. Xo'p bo'ladi, kutamiz. Salomat bo'ling, rahmat. Adasi, men ishlarni qilib bo'lib ozgina kech qolib ketdim-da, do'konga endi ketyapman. Do'kondan chiqib amamnikiga o'tib kelsam maylimi? Qizlar kelgan ekan, bu xonada ko'rishib olardim. Mayli, o'taman kechqurun bo'lmasa. Xo'p, bo'ldi. Men sizni o'shda kutib turaman bo'lmasa. Esonaman borib kel. To'g'ri aytasan. Agar sen birovni bog'iga kirmasang, seni ham bog'ingga hech kim kirmaydi. Shunaqa. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom.